Oo 70-75. Aka mashina oldamizmi? Men kelib qoldim. O'qila o'sha kelib qoldi o'sha. Ha, qayermi aka? Ha, bo'ldi, ko'rdim aka. Неизвестный абонент. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka charchasizlar, hormanglar. U rosa ichkari ekan-a? Kimsasiz joylar. Bobek. O'zbeklarning ikkita ota bo'ladi kuchugini. Yo, Bobek yo Tuzik bo'ladi. Marsmi bu? Qurilish buzilishda, Tohir. Sklet ham o'sha to'g'risi. Oo 70-75. Qiyu degan joylardan ekanda. Bilat Surxondaryodan ekan-da. Bismillah. Assalomu alaykum. Aka ishlar asl charchasiz, yaxshisiz? Qana charchasiz? Necha bo'ldi uxlab qolgan ekan? Ertalabdan yurishib turibdi aka. Boslar ham mana rahmatlik adresh. Ana aka, mashinangiz och. Akkumulyator o'tirib qolibdi aka. Shunaqa. Xonaga kelib ketdik. Yopibdi ekan. 9 dan beri yurishibmiz. Qara yoqib ketdi. O'zi ko'pchilikda shu bo'ladi. Kech kelmadingiz bu o'tgan? Hozir achkingiz oldi, achkida qoldingizmi? Men senga dedingiz, sen taqolsan dedingizmi? Bu syomka qotdi, aka syomka qotdim. Rozi bo'lasiz? Addishi. Ani kuchaydi, 70-75 qiy degan joylarda, rostdan. Legenda. Beraverasiz, 1,5 million bering bola. Surxondaryolarda ko'p bo'ladi, pul aka? Bor. So'm kerakmi? Nech pulga? 100 dollarga. Hozir o'shanda 100 dollar nech bo'lyapti? 5, 6, 7, 8, 10. Yana nech pul beraman? 1 million? 1 millionmi? Yo, o'zingiz anaqangizni oling, 300 ming olasizmi? O'shanda 100 dollar bersangiz rab bo'lsa bo'ladimi? Bo'ladi aka. 100 dollar bersangiz. Rozimisiz? Roziman aka. Mashina ochishga 100 dollar oladi. Aka rozi bo'ling. Aka videoga olib qo'yaman. Maylimi? Rozi bo'lasiz? Aloqadamiz aka. Charchamang, sog' bo'ling aka. Xo'p aka.